Hammaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan Shuhrat. Bugun sizlarga o'yinlarda coinlarni cheksiz, yo bo'lmasam birorta o'yiningizni o'zingiz uchun moslab olish yo'llarini o'rgatamiz. Buning uchun o'yinlarda coinlarni cheksiz qilish qiyin masala. Cheat o'rnatish, bam yeb olish, unaqa narsalarsiz oson yo'li. Eng osonini o'rgatamiz. Demak, masalan, hozir menda mana Minecraft o'yini bor. Minecraft o'yinini coinini cheksiz qilaman. Buning uchun menga MT Manager ilovasi kerak bo'ladi. Bu ilova nima qiladi deb o'ylashlaring mumkin. Bu oddiy fayl ilovasi, lekin buni ichiga kirsalaring AFK fayllarni ochib o'zgartirish imkoniyati bor-da endi. Buni Play Marketdan yuklab bo'lmaydi. Bu Play Marketga qo'yilmagan. Qidirsangiz chiqmaydi, aylanib turaveradi Play Marketda ham. Mana. Bu Play Marketdan yuklab bo'lmaydi. Buni MT Managerning shaxsiy veb saytasidan yo bo'lmasam Uktodondan yuklab olsa bo'ladi. Keyin ilovaga kirganda har xil veb sahifalarni ochmaydi. O'zi internet bilan kirsalaring ham reklama yo'q. Bu yerda ikkita zonada fayl ochiladi. Ochilgan fayllarning ichida downloading hamma fayllar turadi. Uning ichidan o'zingizning ilovangiz, ya'ni AFK faylingizni topishingiz kerak. Masalan, mana menda Minecraft turibdi. Minecraftni bitta ustiga bosiladi. Bu yerda o'rnatish, ko'rish, yo'q, boshqacha qilish, o'zgartirish. Masalan, mana o'zgartirish. Okey. Masalan, bu yerda buni internetli yo bo'lmasam internetsiz qilib qo'yish mumkin. Endi sync APK ga o'zgartirish, ya'ni versiyani boshqa narsalarni o'zimizga mo'ljallab olish. Masalan, PUBG ko'tarmaydigan telefonlar bo'ladi-ku, o'shalarni ham shunday qilib o'zgartirib olsa bo'ladi. Endi bu Manager ilovasida o'zi hamma fayllar shunday turadi. Bunda o'yinni o'zgartirish uchun avval buni ichiga kirib olinadi. Endi buni sizlarga hozir qanday qilishni o'rgataman. Bu yerda bir nechta o'yinni resurslari, hamma narsasi joylashgan bo'ladi. Bularni hech biriga teginmaslik kerak. Bo'lmasam o'yin ishlamay qolishi, bo'lmasam umuman buzilishi ham mumkin. Endi bu yerda o'zi 16 ta yo 17 tani ichida Java'ni o'zini shaxsiy kodlari bor. Ya'ni o'yin uchun kodlangan dastur. Bu dasturni topish kerak. Endi dasturni topganingizdan keyin mana topdim. Java OE Experience Plus Login Free deb qo'ydi. Ya'ni kichkina kodja, butun olamda kichkina kodi. Endi resurslari borligi uchun shunchalik kichkina. Buni o'zgartirsa bo'ladi. Hozir sizlarga qanday kod yozishni bilmayman deyishlaring mumkin. Buni sizlarga qanday kod yozishni o'rgataman. Hozir Minecraft ilovasini ochib, bu yerda AFK faylni buni o'zgartirish, ya'ni pastda dev action applet txt fayllari bor. Bu yerda o'yinga o'zgartirish kiritsa bo'ladi, ya'ni fayllardan turib. Endi buni o'zgartirish uchun Manager mana shunday. Bunda versiyani ham pasaytirsa bo'ladi. Hamma fayllarni ochib boshqarsa. Keyin bu yerda masalan Managerda mana nastroykasi. Lekin bu yerda biror nimaga teginish xato bo'ladi, chunki biror nima o'zgartirib qo'ysangiz qaytib ishlamasligi ham mumkin. Bu telefonga katta zarar ham yetkazib qo'yadi. Bu yerda o'zgartirish mumkin. Mana bu yerda ham mana bu yerda saqlanib bo'lib turibdi kaltsus. Endi buni o'zgartirish mumkin. Qanday o'zgartirish mumkin deb o'ylashlaring? Buni o'zgartirish uchun kodini yozish kerak. Ya'ni minimal cheksiz coin yo bo'lmasa minimal qanchadir ham jon qo'shish uchun uni kodini kiritib qo'yish kerak o'yin dasturiga. Bu dasturga kiritish uchun o'zi Manager ilovasida kodlar sahifasini ochishni bilish kerak. Manager sahifasida kodlarni ochish, fayllar xuddi kichkina bitta faylchani ichida turgandek bo'ladi. Buni qidirib topish kerak bo'ladi. Uzoqcha 1 soatcha vaqtlaring ketadi. Bu narsani o'zgartirish mana root diskstroydan butun telefonda dasturini topsa bo'ladi. Endi sizlarga bu yerda o'zini xususiyatlari bor bu ilovani, ya'ni ilova yaratish ham mumkin bu ilova o'zingizga. Ya'ni siz o'zingizga birorta dasturda ilova yaratib olishingiz mumkin. Masalan, hozir SD karta faylini ochish tanlaydi. Mana SD kartaning ichidagi barcha kodlarni ochib bera oladi. Endi bu kodning ichida masalan SD kartangiz buzilgan bo'lsa ham to'g'rilab olsa bo'ladi, yo bo'lmasa fayllarni to'liq boshqarsa. Lekin buni boshqarishda yo ishlatishda ehtiyot bo'lish kerak, chunki ishlayotgan faylda qaysidir kodi xato ketsa, telefon shu bilan qaytib ishlamasligi ham, yo bo'lmasa boshqa narsa bo'lishi mumkin. Masalan, hozir ko'rsatayotgan narsam Bluetooth Pro, ya'ni Suistem telefonnikidan.
bu narsani telefonni versiyasini o'zgartirsa bo'ladi. Endi bu yerda hozir Bedrock Java editorda Minecraft server dasturi turibdi. Bu yerda Bluid Pro, ya'ni ketadigan versiyalari hamma kodlar. Buni birortasini o'zgartirib qo'yish kerak emas. Bilib turib qilinmasa ishlamay qolishi mumkin. Keyin bunda asosan bu faylni, bu ilovaning eng katta foydasi telefoningizni versiyasini oshirib bera oladi. Qanday deyishingiz mumkin? Bu yerda systemga kirib turib Bluid Pro, ya'ni versiya markazi. Bu yerda hozir Java'ni turibdi. Endi buni telefonniki qilib ochish kerakda, lekin buni birortasini o'zgartirmaslik kerak. O'zgartirsangiz qaytib ilova ishlamaydi. Bo'lmasam butun telefon ishdan chiqadi. Endi bu yerda qanday qilib buni boshqarish mumkin, yo'g'on qilish mumkin deb o'ylaysiz. Mana shu kod yozish sahifasi. Bu yerda kod yozishni bilsangiz yozish kerak. Bo'lmasam o'zingiz har narsani yozib tashlasangiz buzilishi, bo'lmasam biror nima bo'lishi mumkin. Masalan, print chiqarish, qavsicha ochilib, ikkita nuqta salom nima desak bo'ladi, bolalar deb yana ikkita nuqta qo'yilib yopiladi. Bu kod bir marta xato ketsa shu bilan qaytib telefon to'g'rilab bo'lmaydi. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan qilish kerak. Endi bu yerda saveni bosiladi, u уже saqlanib bo'ldi. Endi qaysi o'sha ilova ochilganda salom bolalar degan yozuv chiqadi birinchidan. O'zi bu fayllarga ehtiyot bo'lish kerak, birortasini o'zgartirmaslik muhim. Endi bu ilovani qanday qilib shu o'yinni cheksiz qilishni o'rgataman. Buning uchun avval o'yinni markazini topib olish kerak. Ilovadan chiqamiz. Endi kodni o'zingiz yoza olmaganingiz uchun ChatGPT dan so'rash kerak. Endi masalan men ham to'liq saqlanib qila olmayman, yozganimdan xato ketib qolishi mumkin. Shuning uchun ChatGPT ilovasidan so'rasa bo'ladi. ChatGPT kiraman. Endi menga o'yinni cheksiz qiladigan dastur kodi yozib ber deb yozishim kerak. Bu hozir yo bittada tuzib beradi, yo bo'lmasam har xil narsalarni so'raydi. Lekin ChatGPT yo sun'iy intellektlar ham kod yozishga ancha qiynaladi. Chunki u sun'iy intellekt bo'lgani bilan no'atak yozish qiyin ancha. Shuning uchun ancha vaqt ketishi mumkin. Endi bu yerda mana uzoq vaqt kutishga to'g'ri keladi, chunki ancha sun'iy intellektlar ham kodni yozish ancha vaqt oladi. Kutamiz. Mana qaysi o'yin yoki ilova uchun coin cheksiz qilmoqchisiz deyapti. Demak, Pythonda yozilgan 99 yoki infinite qilsa bo'ladi deyapti. Ya'ni ilojisi bor ekan. Endi qaysi o'yinligini yozishimiz kerak. Minecraft uchun Minecraft uchun o'yinni coin cheksiz qilish, qaysi versiyada o'ynayapsiz, coin haqida gapiryapsiz deyapti. Demak, Minecraft 1.1 deb yozamiz. Telefonim qotib qoldi. Minecraft 1.1, ya'ni telefon versiyasini 1.1 da. Yes. Bu juda eski versiya, har qanday telefonda ishlaydi, yuklab olsalaring bo'ladi Google'dan. Mana Minecraft P uchun eski versiyalarda chatlar yoqilgan bo'lsa, o'yin ichidagi buyruqlarni cheksiz resurs olish mumkin. Ya'ni komanda yozishda aytyapti bu narsa. Kodga o'xshaydi, просто komanda. Endi bizga HP bo'lmasam o'sha xuddi modlashda, endi bu modlashimiz kerak. Mana chatga quyidagi buyruqlar. Endi bulardan bittasi 5000 jonni olamiz. Demak, 5000 jonni kopiya qilib oldim, saqlanib qilib. Ilovaga kiramiz. Matematika ilovasida Minecraftni topish kerak. Endi downloadni topib, bu yerda mana download Minecraft 1.1 APK UEFI bosamiz. Endi hozir ochgandan keyin shu kodni Minecraftga saqlanib qilish kerak. O'shandan keyin Minecraftda 5000 jon oladigan darajada o'zgaradi. Endi bu yerda CapTextga bosiladi. Yangi darajali kod kiritish. Endi bu yerda o'yindagi holatda bitta bosib turib HP 5000 ni kiritaman. Saqlanib bo'ldi deyapti. Endi Red Smoke modeli ko'rish holatiga o'tkazamiz. Endi auto singitni bosib okta bosiladi. O'sha mana ilova o'zgarishni boshladi. Ya'ni coinlarni cheksiz qilish, jonni cheksiz qilishga o'xshab. Endi buni ChatGPT dan har qanaqa turini so'rab olsalaring bo'ladi. Mana o'zi bitib qoldi. Hozir bu ilovani to'liq o'zgartiryapti. Bo'ldi, ilova o'zgartirildi tipi. Endi ilova o'zgardi bolalar. Shunday qilib, hozir bunda CapText o'zi kiritilgan, mana yashil chiqdi.
Уже Minecraft'da endi jonim 5000 bo'lishi aniq. Endi bunga kirsam hozir o'sha Prince salomlar chiqadi, o'yin to'liq o'zgardi. Hammaga rahmat.